Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz xalq musiqasining 7 pog'onali diatonik ladlari. Lad tushunchasi slavyanchadan olingan bo'lib, balandlik tizimi degan ma'noni bildiradi. Xalq musiqasida ketma-ket kelgan va xilma-xil diatonik pog'onalardan tuzilgan 7 pog'onali ladlar uchraydi. Lad pog'onalarining birin-ketin kelishi tovush qatorda katta va kichik sekundalar joylashishiga bog'liqdir. Xalq musiqasi ladlari tabiiy major va minordan farq qiladi. Tonikalari major yoki minor uch tovushligi bo'lganligi uchun ularga major va minorning ayrim muhim turlari sifatida qaraladi. Xalq musiqasi 7 pog'onali ladlarining tovush qatori o'rta asr musiqasi tovush qatorlariga tashqi jihatdan o'xshash bo'lganligi uchun ularga o'rta asr ladlarining nomlari berilgan. Bular majorda ioniy, miksalidiy hamda lidiy ladlari, minorda esa ioliy, frigiy hamda doriy ladlari. Ioniy tabiiy major, miksalidiy ladida yarim ton 7 pog'ona yarim tonga pasayadi, lidiy ladida 4 pog'ona yarim tonga ko'tariladi, ioliy tabiiy minor ladi, doriy ladida 6 pog'ona yarim tonga ko'tariladi, frigiy ladida esa 2 pog'ona yarim tonga pasayadi. Har bir lad o'ziga xos interval tarkibiga ega, musiqaga o'zgacha ohang va o'zgacha rang beradi. Miksalidiy va doriy ladi o'zbek xalq qo'shiqlarida, frigiy ladi g'arb xalq musiqasida, lidiy ladi esa diniy kuylarda ishlatiladi. Xulosa qilib aytganimizda, ioniydan doriygacha bo'lgan lad tizimlari xalq musiqasining asosini tashkil etadi. Har bir lad o'ziga xos his-tuyg'u va rang beradi, ya'ni musiqani jonlantiradi.